Assalomu alaykum qadrli Katulhouse kuzatuvchilari. Bugun mana dastlabkilarimiz bor. Katta bittasi 15, bittasi 25 so'tlik issiqxonalarga, hammasi Sharxonga ikkovi ham. Birinchi mana yuklashni boshladik. Bu birinchisi 15 so'tlik. Katta yo'l. Hop, bu ikkinchisi 25 so'tlik katta. Joyida joyiga. Katta yana regulatorlari bor. Ular bazı joylar. Katta yo'limizga joylarni ochib qo'yibdi mana. Hozir sap keldi. Ko'rish jarayonlarini ko'rib o'tamiz. Bismillah. Kamizning joyi. Mana mashq holatiga hozir yoqadi. Bu Koreyaskiy radiatorga moslangan sistema mana. Shu oralariga radiator ilib chiqadi. Misol bitta qatorga 4 tami, 3 tamidir iladi. Endi uni bahorgi daromaddan deyapti. Bahorga yaqinchilanish qizib eksam, mashinamiz issiqlikda usha bersa bo'ldi degandek qilyapti akamiz. 25 so'tga yaqin joy, 23 mi, 22 mi. Mana birinchi lakasamiz shu joy. Katta yo'lni berganmiz, dastlabkilarni ichida qilib olib berdik. Xudo xolasa. Hozir termizni qiladi. Shu bahorga yaqin ekan, sovurmaslikka. Shu bilan xohlasa bahorda daromadni radiatorlar qo'yib oladi. Keyingi yillar vazaqsiz ishlayveradi. Bu mashinani ko'rsatib o'tamiz. Katta o'zaga sizlar mashina top, dastlabki qildir. Qanday olib boraman, joyiga qanday tushiraman degan muammo yo'q inshaalloh. Mana o'zimiz bunaqa mashinalarda bir kishi o'zinglar to'g'risi chiroyli qilib tushirib qo'yaveradi. Hozir yana bitta sherik bor, uni ham tushirib ko'rsatdi joylar. Mana katta o'lam joylarni mana qilib urab olib qo'ydi. Endi ulaguncha bir ikki mana sog'ladi, o'tkazib olsa, qorladi, o'tkazib olsa keyin ular inshaalloh ekishni boshlaydi. Keyingisiga navbat bo'lsa kerak. Xo'p, mana ikkinchi katta yo'l kelgan joy. Bu yer 9 so'tlik. Nariyoqqa yana qo'shib beradi. 15 so'tlik katta yo'l zakaz qilgan ekan. O'zi usta, o'zi mutaxassis, ammo sistemani ham o'ta go'zal qilib mana. 4 qator, 5, 6 qator ulam. 6 qator 50 tarbiz to'pida. Mana yonlariga ham tortilgan. Vobshe ideal. Mana havo chiqaradigan yo'llar, yana bir balolar o'zini qo'lida olsa, odamzod nima qilsa qo'laveradi. Pannida o'zi o'ta go'zal qilgan ekan, baland qilib va havo bo'ladi, kasalliklar bo'lmaydi mana. Ko'rinishi Sharxon bilan Asakani chegarasidamiz, bilmaymanmi. Ayollar dala. Shu yerga keldi, hozir katta tushiryapti. Sekin ulashib ishlatishadi, u ham ishlaganida ham yana bir qator rezultatga xudo xolisa chiroyli video tayyorlaymiz inshaalloh nasib qilsa. Go'zal qilib ichkarilarni, tashlari, yonishlari ham yo'g'ini chotki qilib ko'rsatib beramiz. Mana bu narsaga ham e'tibor berdim. Mana bu paletinini shu ishga do'lanar ekan. Har bitta padachi obratga ketavergan. To'g'ri katta yo'lga boradi, o'rtalikka urinadi katta yo'l. Padachi paletin bilan ulanyapti. Nimaga bunaqa hayronman. Yozda kerak emas payt buni Amerikaliklarni yechib olib har bitta nimani qissa bo'ladi. Mana legiropga qilib har bitta qatorda tangalar bilan bas o'ta akkuratni, o'ta chotki ish yo'qdi. Shu go'zal. Xohlasanglar shu holatda ham qilib beramiz. Usta akani o'zini beramiz, biz ustalarni o'rgatamiz shunga. Bu liniyani ko'rib turasizlar. O'ta go'zal. Lekin pannika havas qildim inshaalloh bizga ham yetkazsin shu pannilar qilish. Xo'p, endi katta yo'lni ko'ramiz. Mana hozir masha apparat olmaganda bu yoqqa olib kirib olguncha onasi toza yeyiladi odam.
old ustidan aylantirib oshirib beraveramiz akalar. Mana bu katta yo'limiz ham xudo xolasa joyiga o'rnadi. Endi buni sekin dumalatami, yumalatami ish qilib eson-omon olib borish bo'lsa, kim yo'q shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar.